Do'stlar, Captiva'ning masla pachkasini topdim. Yil 2018-yil, probeg 2000 probegi 37 mingta. Benzinda yurgan, propan ham, metan ham qo'yilmagan. Sotib olasizlar, xohlasalaringiz propanda, xohlasalaringiz benzinda yuraysizlar. Motorxonasini bitta ko'raylik. Eng qiziqarli joyi Captiva 4 na endi. Tak. Qani? Motorxonasi. Mashina bitta yo'qsangiz o'zini ham zaps qo'ysin, detonatsiya yo'qligini bir bilsin yangi mashina o'zbek xalqi ham. Bemalol ovoz tinmagina ekonom mashina, Cobalt rasxodda yuribdi bu. Qish 100 taga necha litr benzin chopdi aka? 11 ta. Ekonom motordan oladi. O'zi Cobalt ham shuncha yeydi, bemalol. Ha, Gentra'dan ko'ra kam yeydi bu. Gentra'dan kam yeydi. Salon ichini ham bitta ko'rsaman do'stlar, nasib qilsin. Pulga arziydigan mashina. Salon. Koja salon. Bu endi bu Captiva 4 ning nechinchi pozitsiyasi bu? Ikkita. Endi Captiva 4 o'sha oxirgi chiqqanlar 18 da, 17 yil 18 chiqdi. LS. Sami xadavoy motor nimalardan kuzov. Sami xadavoy mana. Multi rule, airbag. Bu Captiva 7 kishilik bo'ladi bo'lni. 1, 2, 3 ta. Orqaga yana 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Avtomat korobka, tag monitorlari bor. Va, buni luki ham bor ekan. Keyin Captiva'ning bitta orqasida oynasi отдельно ochiladi degan gap bor-da. Yo'q, bu 1-2larda bo'ladi, bunga yo'q. Bunga отдельно ochilmaydi. Bir Captivaga bo'ladi. Ha. Ha. Orqalar bilan ko'rsangiz, setkalar bilan turibdi. Pulni kelishtirib beramiz. Qancha deyapsizlar buni aka? Beramiz kelishtirib. Pastroq, 19 dan pastroq beramiz. 19 dan pastroq. Endi probeglik ham, kraskalar radno. Любой stoga javobmi? Bu ishda 15 sta ko'raverasiz. Aybi chiqsa-chi? Aybi chiqsa aytgan pullarga berib kelamiz. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin. Ana do'stlar, ustolarga javob deyaptilar. Kraska 100% toza. Bunaqa mashinalar reyting chiqadi bozorda. Undan oldingi ko'pchilik uydan olib ketadi bunaqa yaxshi mashina. Undan oldingi 44 ming probeglik sotdik. Sotdik. Qanchaga baraka bo'ldi u? 18200 ga sotdik. 18200 ga. YouTube ga 18000 ga qo'ygandik do'stlar. Ketibdi 18200 ga, $200 qimmatiga. Captiva baribir Haval, hozirgi inomarkalarni yirtadi-da, qo'pol qilib aytsak. Ko'rinishini qarang, qani qora. Har tomonlama ekonomichni ham chiroyli. Salon katta. Minsalaringizni maza qilib komfortini miningda. 7 kishilik. Buni propanchani ustanovka qilishga o'zi taxminan qancha ketadi propanni ustanovka qilishga? 600 dollar ketsa kerak. Endi bularga to'g'ri kelaveradi, motori injiq emas. Injiq emas. Shunda metan hammasi tushaveradi. Xuddi Cobalt masalan motori 1.5 motor zo'r bo'lgan bo'lsa, Captiva'da 2.4 atmosferli motor zo'r bo'ladi. Ko'pchilik qiziqadi bunga. Xullas do'stlar, baraka qilinglar. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomerim 91lik 311 24 44. Bo'ldi. Chiqasizlar aloqaga. Telegramlari ham bor. Yangi masla Captiva 4 do'stlar. Puliga arziydigan, aybi yo'q, kamchiligi yo'q. Haqiqatan ham yangi. Balon nechi bilan chiqaydi buni? 18 radio. 18. To'rtta yangi bosgan bo'ldi. Bu tormozning sistemasi ikkala diska, to'rttasi ham da. Ha, diska bo'ladi. Bir xil mashinalarni e'tibor bergan bo'lsalaringiz, baravan bo'lsa, bu diska to'xtashi ham zo'rda. Tormoz yaxshi sistemasi. ABS bormi bunda? Bor. ABS bor. ABS nimaligini yaxshi bilsalaringiz kerak. Hozircha shu do'stlar, ana Buxoroda Captiva 4 ni pachka maslasi bor ana. Любой stoga javob deyilyapti. Qoch.